O'rtoqlar, yangi O'zbekistonga kelganmiz, yo'l bo'yida turimizni ko'ryapsizlar. Bu yoq yangi O'zbekiston, bu yoqda bo'lsa yangi Toshkent qurilyapti. Buni ko'rsatishdan maqsad o'rtoqlar, mana bu yerda 25 sotuv yo'l bo'yida joyimizda sotuvga chiqyapti. Vashi zo'r joyda, lokatsiya zo'r. Kelinglar. Mana Olimpiyskiy garadok ham ko'rinib turibdi, ko'rib turibsizlar. Mana bu yoqqa hozir Karmashga yo'l tushadi. Mana bu yerda mana bu joyimizda sotuvga chiqdi. Biznes uchun vashi zo'r, o'zi ham nijloy joy. Endi ko'rsatamiz ketdi. Mana o'rtoqlar, mana bu zabordan boshlanadi, ketdi mana. Ana banergacha. Juda ham katta, bu yog'iga eniga 72 metrmi shunaqa. Men hozir ichlarini ko'rsataman. Hozir bu yerda sex bo'lib ishlayapti, hozir meditsinskiy tovarlar sotiladi. Mana ichkarisini qaranglar. Bunaqasiga uzunligi 72 metr o'rtoqlar, mana bunaqasiga bo'lsa 35 metr. Mana domla tushyapti. Xullas, biznes uchun juda ham zo'r. Xohlagan biznesga to'g'ri keladi. Yo'lni bo'yida shundoq narxi keladigan bo'lsa, o'rtoqlar 40 mingdan so'rashgan ekan bir sotig'ini, hozir bo'lsa 36 mingdan so'rashyapti. Yana kami bor o'rtoqlar. Uy egalarining nomeri opisaniyada bo'ladi. Bemalol telefon qilaveringlar o'rtoqlar. Like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'ling. Qadrdonlar, uyinglarni yoki boshqa turdagi ko'chmas mulkinglar bo'lsa sotuvga bizga aloqaga chiqinglar, tez va oson sotishingizga yordam beramiz. Toshkent shahar, Toshkent oblastlari bo'yicha ishlaymiz. Billalashib narxlarini bugungi kundagi bozor narxiga moslashtirib, tenglashtirib, chiroyli video obzorlar qilib, barcha ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib, tezroq sotishingizga yordam beramiz. Telefon nomerlarimiz opisaniyada bo'ladi yoki direct orqali aloqaga chiqinglar. Like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar. O'rtoqlar, yangi O'zbekistonga kelganmiz, yo'l bo'yida turimizni ko'ryapsizlar. Bu yoq yangi O'zbekiston, bu yoqda bo'lsa yangi Toshkent qurilyapti. Buni ko'rsatishdan maqsad o'rtoqlar, mana bu yerda 25 sotuv yo'l bo'yida joyimizda sotuvga chiqyapti. Vashi zo'r joyda, lokatsiya zo'r. Kelinglar. Mana Olimpiyskiy garadok ham ko'rinib turibdi, ko'rib turibsizlar. Mana bu yoqqa hozir Karmashga yo'l tushadi. Mana bu yerda mana bu joyimizda sotuvga chiqdi. Biznes uchun vashi zo'r, o'zi ham nijloy joy. Endi ko'rsatamiz ketdi. Mana o'rtoqlar, mana bu zabordan boshlanadi, ketdi mana. Ana banergacha. Juda ham katta, bu yog'iga eniga 72 metrmi shunaqa. Men hozir ichlarini ko'rsataman. Hozir bu yerda sex bo'lib ishlayapti, hozir meditsinskiy tovarlar sotiladi. Mana ichkarisini qaranglar. Bunaqasiga uzunligi 72 metr o'rtoqlar, mana bunaqasiga bo'lsa 35 metr. Mana domla tushyapti. Xullas, biznes uchun juda ham zo'r. Xohlagan biznesga to'g'ri keladi. Yo'lni bo'yida shundoq narxi keladigan bo'lsa, o'rtoqlar 40 mingdan so'rashgan ekan bir sotig'ini, hozir bo'lsa 36 mingdan so'rashyapti. Yana kami bor o'rtoqlar. Uy egalarining nomeri opisaniyada bo'ladi. Bemalol telefon qilaveringlar o'rtoqlar. Like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'ling.